O'z jamoasida o'ynashdan bosh tortgan futbolchilar. 2015-yilning boshlarida Rahim Sterling Liverpoolning eng yorqin yosh yulduzlaridan biri edi. Atigi 20 yoshda bo'lishiga qaramay, u allaqachon Angliya terma jamoasining muntazam o'yinchisiga aylangan va Premier Liganing eng yaxshi talantlaridan biri edi. Ammo orada Sterling va Liverpool o'rtasidagi munosabatlar taranglashib qoldi. Sterling haftasiga 35 ming funt maosh olardi. Liverpool unga haftasiga 100 ming funt to'lashni taklif qilgan edi. Bu uni klubdagi eng yuqori maosh oluvchilardan biriga aylantirardi. Ammo uning tarafdorlari yanada ko'proq. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Haftasiga taxminan 150 ming funt talab qilishayotgandi. Shartnoma muzokaralari to'xtab qolgan edi. May oyida Sterlingning agenti Eddie Ward 20 yoshli angliyalik forvardga haftasiga 900 ming funt taklif qilingan taqdirda ham yangi shartnoma imzolamasligini aytgan. Shundan so'ng Liverpool Sterling bilan uchrashuvni bekor qiladi. Iyulda Sterling Liverpoolning safariga borishni istamadi va Manchester City uni sotib olish uchun 44 million funt taklif qildi. Liverpool esa bu transferni tasdiqladi.